Hozirgi ingliz tili darajasi qanaqa? Tekshirib ko'ramiz. Hozir men sizga 30 ta ingliz tilida savol beraman. Video oxirida umumiy nechta savolga to'g'ri javob berganingizga qarab, o'zingiz darajangizni bilib olasiz. Demak, vaqt yo'qotmasdan boshladik. Birinchi bo'lib beginner, ya'ni boshlang'ich darajalar uchun mo'ljallangan 10 ta savolni aytaman. Sizga umumiy 3 ta gap beriladi va 3 ta gapdan qaysi biri to'g'riligini topishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi savolga qaraymiz. A. She have a new phone. B. She has new phone. C. She has a new phone. To'g'ri javob she has a new phone. Ingliz tilida present simple zamonida he, she va it bilan has dan foydalanamiz. I, you, we va they bilan have dan foydalanamiz. Ikkinchi savolga qaraymiz. A. Akmal lives in Tashkent. B. Akmal lives on Tashkent. C. Akmal lives at Tashkent. To'g'ri javob Akmal lives in Tashkent. Biron bitta odam qaysi shahar yoki davlatda yashash haqida gapirayotganimizda in prepositiondan foydalanamiz. Agar u odamni qaysi ko'chada yashash haqida gapirayotgan bo'lsa, unaqangi holatda on prepositiondan foydalanamiz. Misolga qaraymiz. Akmal lives in Tashkent. He lives on Amir Temur Street. Uchinchi savolga qaraymiz. I doesn't like boring movies. I not like boring movies. I don't like boring movies. To'g'ri javob I don't like boring movies. Ingliz tilida present simple zamonida inkor gap qilayotganimizda egamiz I, you, we va they bo'ladigan bo'lsa, don't yordamchi fe'ldan foydalanamiz. Agar gapimizning egasi he, she yoki it bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi holatda doesn't yordamchi fe'ldan foydalanamiz. 4-savolga qaraymiz. A. He speaks very clear. B. He speaks very clearly. C. He speaks very clearing. Bu gapimizda he speaks very clearly to'g'ri javob bo'ladi. Bu gapimizda biz uni qanaqa gapirishi haqida gapiramiz, ya'ni u gapirishini qanaqa darajada amalga oshirishi haqida. Agar biz ingliz tilida biror bir ishni qanaqa qilish haqida gapirayotgan bo'lsa, bunaqangi holatda biz adverb, ya'ni ravishdan foydalanamiz. Clear bu ingliz tilida adjective va biz ingliz tilida adjective va adverb, ya'ni ravishga aylantirish uchun ly qo'shimchasini qo'shamiz. Bitta misolga qaraymiz. Clear, clearly. Careful, carefully. Slow, slowly. Shunda aytganimdek, to'g'ri javob he speaks very clearly. Keyingi savolga o'tamiz. A. Are you going to tell her tomorrow? B. Are you going telling her tomorrow? C. Are you going tell her tomorrow? Bu gapimizda to'g'ri javob are you going to tell her tomorrow? Ya'ni biz kelajakdagi rejalarimiz haqida gapirayotganimizda going to dan kelgan fe'lni oddiy shakli keladi. Going to watch, going to tell, going to teach. 6-savolga qaraymiz. A. Where is the closer bus station? B. Where is the closest bus station? C. Where is the most close bus station? To'g'ri javob where is the closest bus station. Bu gapimizda adjective va superlative formasidan foydalanamiz. Bunaqangi holatda ingliz tilida biz adjectivega est qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun old, oldest, young, youngest. Agar ba'zi bir holatlarda bizning sifatimiz 3 va undan ko'p bo'g'indan tashkil topgan bo'ladi. Bunaqangi holatda biz sifatdan oldin the most qo'shimchasini qo'shib sifatda o'zidan foydalanamiz. Misol uchun important bu yerda 3 tadan ko'p bo'g'in ishtirok etyapti. Buni superlative qilish uchun the most important deyishimiz kerak bo'ladi. Keyingi 7-savolga qaraymiz. Did you call him yesterday? Did you called him yesterday? yoki do you called him yesterday? Bu gapimizda did you call him yesterday to'g'ri javob bo'ladi. Bu gapimizda biz past simple zamonida savol beramiz. Past simple zamonida ingliz tilida savol berish uchun subjectdan oldin did yordamchi fe'ldan foydalanamiz, ya'ni undan keyin subject keladi va undan keyin fe'lni o'zini oddiy shaklida qoldiramiz. Shunda aytganimdek to'g'ri javob did you call him yesterday. Keyingi savolga qaraymiz. A. He can speak English. B. He can speaks English. C. He can speaking English. To'g'ri javob he can speak English. Bu yerda biz can, ya'ni modal fe'ldan foydalanamiz va ingliz tilida modal fe'ldan kelgan fe'l o'zi hech qanaqa qo'shimchasi shundoq keladi. Ya'ni he can speak English. 9-savolga qaraymiz. A. I started learning English before 7 years. B. I started learning English the last 7 years. C. I started learning English 7 years ago. To'g'ri javob I started learning English 7 years ago.
Qanaqadir ham ishni qanchadir ham yil, ya'ni qanchadir ham vaqt oldin boshlaganman deyish uchun ingliz tilida biz ago so'zidan foydalanamiz. Shunda bu gapimizda to'g'ri javob aytganimdek I started to learn English 7 years ago. 10-savolga qaraymiz. A. There is some tea in my cup. B. There are some teas in my cup. C. There is many teas in my cup. To'g'ri javob there is some tea in my cup. Tea ya'ni choy sanalmaydigan ot hisoblanadi va ingliz tilida sanalmaydigan otdan oldin a, n va the artikllaridan foydalanmaymiz. Manydan bo'lsa bir nechta narsa haqida gapirganimizda foydalanamiz. Bunaqangi holatda u narsani biz sanomaganimiz, ya'ni choy sanomaganimizning hisobiga somedan foydalanyapmiz. Endi keyingi darajalar uchun mo'ljallangan savollarga qaraymiz. Bu 10 ta savol B1 va B2 darajalari uchun mo'ljallangan. Demak, birinchisiga qaraymiz. A. Did you finish your homework? B. Have you finished your homework? C. Do you finished your homework? Bu gapimizda have you finished your homework to'g'ri javob bo'ladi. Bu gapimizda biz o'tmishda aniq vaqt ko'rsatilmagan voqea haqida gapiryapmiz. Bunaqangi holatda biz ingliz tilida present perfect zamondan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Have you finished your homework? Ikkinchi savolga qaraymiz. A. My brother takes a 5-kilometer walk every day. B. My brother takes a 5 kilometers walk every day. C. My brother takes 5 kilometers walk every day. To'g'ri javob my brother takes a 5-kilometer walk every day. 5 kilometr ko'plikda-ku nimaga unga a artikldan foydalanyapmiz va kilometr so'ziga nimaga s yoki es qo'shimchasini qo'shmayapmiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ingliz tilida agar son undan keyin o'lchov, ya'ni tipa soat, minut, kilometr shunga o'xshagan o'lchov birligi kelsa va undan keyin ot kelsa, o'lchov so'zi har doim birlikda bo'ladi va artikl bilan ishlatiladi. Tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun bitta misolga qaraymiz. A 10-minute video, ya'ni 10 minutli video. A 3-hour lesson, 3 soatli dars. A 2-day trip, 2 kunlik sayohat. Va oxirgisi a $100 phone, ya'ni $100 telefon. Tushunishingiz yana ham osonroq bo'lishi uchun misol uchun a 10-minute video, bu video bitta video, lekin uni uzunligi, ya'ni vaqti 10 minut, ya'ni 10 minutli video, ya'ni 10 minutli videolar demaymiz. Shuning uchun ham biz a artikldan foydalanyapmiz va o'sha bu yerdagi songa, ya'ni qo'shimcha sifatida s yoki es dan foydalanmaymiz. Sababi videolar soni umumiy bitta, shunchaki uni qancha vaqt davom etishi haqida gapiryapmiz. Savollarimiz sekin-sekin qiyinlashib boryapti. Aynan qaysi savollarning javobini topishga qiynalganingizni izohlarda yozib qoldiring. Demak, keyingi savolga o'tamiz. A. Akmal asked his boss to get a raise. B. Akmal asked his boss to have a raise. C. Akmal asked his boss for a raise. Bu gapimizda to'g'ri javob Akmal asked his boss for a raise. Ingliz tilida kimdandir ham nimadir ham so'radim demoqchi bo'lsa, asked someone for something frazasidan foydalanamiz. 4-savolga qaraymiz. A. If I eat too much, I'd be sick. B. If I eat too much, I'll be sick. C. If I eat too much, I'd have been sick. To'g'ri javobga qaraymiz. If I eat too much, I'll be sick. Bu gapimizda to'g'ri javob bo'ladi. Bu gapimizda biz conditionaldan foydalanyapmiz va bu bo'lishi mumkin bo'lgan voqea. Bunaqangi holatda, ya'ni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar haqida gapirganimizda biz first, ya'ni birinchi conditionaldan foydalanamiz. Strukturamiz if, undan keyin present simple deb gapimiz keladi, undan keyin future simple keladi. Tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun bitta misolga qaraymiz. If it rains, I'll stay at home. Agar yomg'ir yog'sa, uyda qolaman. If I see him, I'll tell him the truth. Agar uni ko'rsam, unga haqiqatni aytaman. Va oxirgi misolimiz if they invite me, I'll go. Agar ular meni taklif qilsa, boraman. Xo'p, keyingi 5-savolga qaraymiz. A. My brother hasn't gone swimming and so have I. B. My brother hasn't gone swimming and so haven't I. C. My brother hasn't gone swimming and neither have I. My brother hasn't gone swimming so neither have I. Bu gapimizda to'g'ri javob bo'ladi. So va neither qoidalarini o'rgangan bo'lsangiz, sizga so'dan pozitiv va neitherdan negativ, ya'ni inkor gaplarda foydalanishingiz kerakligini tushuntirgan bo'lishligi kerak. Bu gaplardan manam degan ma'noda foydalanamiz. Faqatgina ularning o'rtasidagi farq bittasidan pozitiv gaplarda, ikkinchisidan negativ gaplarda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Savolda kelgan misolimiz inkor gapda bo'lganligi uchun bu savoldagi gapda biz neitherdan foydalanyapmiz. Endi tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun xuddi shu gapni pozitiv shaklda aytib ko'ramiz. My brother has gone swimming and so have I. Xuddi shu gapimizdan negativi bo'lsa, misolda keltirilgan my brother hasn't gone swimming and neither have I bo'ladi.
Davom etamiz, 6-savolga qaraymiz. A. The car broke off while we were driving. B. The car broke down while we were driving. C. The car broke out while we were driving. To'g'ri javob the car broke down while we were driving. Break down bu ingliz tilida phrasal verb hisoblanadi va u buzilib qolmoq deb tarjima qilinadi. Shunda javobimizda the car broke down while we were driving, ya'ni mashina biz haydab ketayotganimizda buzilib qoldi deb tarjima qilinadi. Keyingi savolga qaraymiz. A. I saw him another day. B. I saw him the other day. C. I saw him some other day. To'g'ri javob I saw him the other day. Ingliz tilida yaqinda yoki bir necha kun oldin nimadir ham bo'ldi demoqchi bo'lsa, the other day iborasidan foydalanamiz. 8-savol. A. If I were you, I wouldn't worry too much about it. B. If I were you, I won't worry too much about it. C. If I were you, I wasn't worried too much about it. If I were you, I wouldn't worry too much about it. To'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni tarjimasi agar o'rningda bo'lganimda bu haqda chuqur o'ylamagan bo'lardim deb tarjima qilinadi. Bu gapimizda ham conditionaldan foydalanyapmiz, lekin bu amalga oshmaydigan holat. Shunchaki tasavvur, ya'ni men seni o'rningda bo'lganimda shunaqa qilgan bo'lardim. Ya'ni men sizni o'rningizda hech qachon bo'lmayman. Shunchaki agar o'rningda bo'lganda shunaqa qilgan bo'lardim deb bo'lishi mumkin emas bo'lgan holatga misol keltiraman. Bunaqangi holatlarda biz second, ya'ni ikkinchi conditionaldan foydalanamiz. Yaxshiroq tushunish uchun strukturasiga qaraymiz. If plus past simple tense plus would plus verb 1, ya'ni fe'lni o'zini oddiy shakli keladi. Yana bitta misolga qaraymiz. If I were you, I would move to the USA. Agar o'rningda bo'lganimda AQShga ko'chib ketgan bo'lardim, lekin afsus, men sizni o'rningizda bo'la olmayman. 9-savolga qaraymiz. A. When I was a kid, I was used to read a lot of books. B. When I was a kid, I used to read a lot of books. C. When I was a kid, I was used to read a lot of books. To'g'ri javob when I was a kid, I used to read a lot of books. Ingliz tilida oldin nimadir qilardim, lekin hozir qilmayman demoqchi bo'lsa, ya'ni oldin qilgan ishimiz haqida gapiradigan bo'lsa, used to dan foydalanamiz. Ya'ni oldin shu ishni qilardim, lekin hozir qilmayman. Va used to dan keyin har doim fe'lni o'zini, ya'ni oddiy shakli keladi. Bitta misollarga qaraymiz. I used to play football. Oldin shu futbol o'ynardim, demak hozir futbol o'ynamayman. I used to read a lot of books. Ya'ni oldin juda ham ko'p kitoblar o'qirdim, ya'ni hozir unaqa ko'p o'qimayman. Ya'ni I used to call him every day. Unga oldin har doim telefon qilardim. Значит, hozir har kuni telefon qilmayman. Bu darajalar uchun mo'ljallangan savollar oxirgi 10-siga keldi. Oxirgi savolga yaxshilab e'tibor berib eshiting va to'g'ri javobni topishga harakat qiling. A. My brother was tired because he was working all day. B. My brother was tired because he worked all day. C. My brother was tired because he had been working all day. Bu gapimizda to'g'ri javob my brother was tired because he had been working all day. Bu yerda nimaga bu savol to'g'riligini bilishimiz uchun my brother was tired degan gapimizga qarashimiz kerak bo'ladi. Bu gapimizda, ya'ni my brother was tired past simple zamonida kelyapti. Biza bo'lsa o'sha vaqtgacha bo'lib kelgan ish haqida gapiramiz. Bunaqangi holatda biza past perfect continuous zamondan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shunda aytganimdek to'g'ri javob my brother was tired because he had been working all day. Agar siz hali bu mavzuga kelmagan bo'lsangiz, qo'rqib ketmang. Keyinchalik shu present perfect, past perfect continuous zamonlarni o'tganingizdan keyin bu savollarga ham javob topishingiz siz uchun ancha osonlashadi. Xo'p, intermediate darajasi uchun mo'ljallangan savollarimiz ham tugadi. Agar bu savollarning orasidan 6-7 tasini siz topgan bo'lsangiz, demak sizning darajangiz B1 darajasi bo'ladi. Agar siz 9 va 10 ta savolga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, demak sizning darajangiz B2 ga tortadi. Endi advanced darajasi uchun mo'ljallangan savollarga o'tamiz. Savollarni berishdan oldin sizlarga bitta oddiy narsani aytib o'tmoqchiman. Bu savollarning orasida ko'pi sizlarga qiyinlik qilishi mumkin va ko'piga javob topa olmasligingiz mumkin. Va bu hech qanaqa qo'rqinchli narsa emas. Ya'ni ko'pchilik ingliz tili o'quvchilarining darajasi hali C1 yoki C2 darajasiga tortmasligi bu tabiiy. Agar bunaqangi darajaga tortganda, balkim bu videoni siz hozir ko'rmayotgan bo'larsiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu savollarning ko'piga to'g'ri javob topa olmasangiz, bundan xavotirlanmang. Vaqti kelib darajangiz o'sgandan keyin, ya'ni C1 va C2 darajasiga yetib borganingizdan keyin bu savollarning javoblari ham sizga unchalik qiyin bo'lmaydi. Bu daraja uchun mo'ljallangan savollarimiz bundan oldingi 20 ta savoldan sal farq qiladi. Ya'ni bu yerda men sizlarga gap aytaman va bu gap ichida tushib qoldirilgan so'z bo'ladi. Aynan qaysi so'z bu gapga mos kelishini topishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisiga qaraymiz. This idea sounds interesting, but it's very A. impractical, B. unpractical, C. non-practical.
To'g'ri javob impractical. Biron bitta narsani amalda ishlatib bo'lmaydi, nerealni demoqchi bo'lsa, ingliz tilida impractical degan so'zdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. This idea sounds interesting but it's impractical. Ya'ni g'oya juda ham yaxshi, lekin uni amalda ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni bu realistga to'g'ri kelmaydi. Keyingi savolga qaraymiz. Creative people need to think A. Beyond the pale, B. In someone else's shoes, C. Outside the box. To'g'ri javob creative people need to think outside the box. Think outside the box bu noodatiy fikrlash yoki yangicha g'oyalarni o'ylab topish degan ma'noda tarjima qilinadi. Shunda bu gapimizning tarjimasi kreativ odamlar noodatiy fikrlashi kerak yoki yangi g'oyalar o'ylab topishi kerak deb tarjima qilinadi. Keyingi savolga qaraymiz. By the end of this trip to Turkey, A. He will have visited more than 25 countries. B. He has visited more than 25 countries. C. He will have been visiting more than 25 countries. To'g'ri javob he will have visited more than 25 countries. Bu gapimizda kelajakda qanaqadir vaqtgacha nimadir ham tugash haqida gapiramiz va bunaqangi holatda biza future perfect zamondan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga qaraymiz. She is going to quit her job. She is completely A. under it, B. over it, C. past it. She is completely over it bu gapimizda to'g'ri javob bo'ladi. To be over something bu ingliz tilida phrasal verb bo'lib, undan biron bir narsaga qiziqishi yo'qotish degan ma'noda foydalansa bo'ladi. Aytilgan misolimizga qaraymiz. She is going to quit her job. She is completely over it. U ishidan ketmoqchi, sababi o'sha ishiga bo'lgan qiziqishini yo'qotgan. Keyingi savolga qaraymiz. Gapimizni boshlaydigan to'g'ri so'zni tanlab boshlaymiz. A team of researchers for a decade, Akmal felt confident in his leadership abilities. A. Leading, B. Having led, C. Having to lead. Bu gapimizda having led to'g'ri javob bo'ladi. Ingliz tilida qanaqadir ham gapimizda fe'l bilan boshlanadigan bo'lsa, unga odatda ing qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun, learning English is good for you. Ya'ni ingliz tilini o'rganish bu siz uchun foydali. Lekin gapimizda o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa, gapimizni having bilan boshlaymiz. Ya'ni ing have'ga tushadi va fe'lni 3-shakli, ya'ni o'tgan zamondagi formasidan foydalanamiz. Bu gapimizda ham o'tgan zamonda bo'lganligi uchun having led to'g'ri javob bo'ladi. Okay, keyingi savolga qaraymiz. I don't mean to be, but I'm not sure that color looks right on you. Presumptuous bu gapimizda to'g'ri javob bo'ladi. Ingliz tilida haddan oshib gapirganimizda, ya'ni seni tanqid qilmoqchi emasman, ya'ni senga qo'pol gapirmoqchi emasman, lekin deb gap boshlaydigan bo'lsa, aynan mana shu so'zdan foydalansa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu misoldagi gapimizda seni tanqid qilmoqchi emasman, lekin menimcha senga bu rang yarashmaydi deb tarjima qilinadi. Keyingi savolga qaraymiz. The contract was ready to be signed, but then the client A. backed up, B. backed down, C. backed out. Bu gapimizda to'g'ri javob backed out bo'ladi. Backed out fikrdan qaytish, ya'ni kelishuvni buzish degan ma'noda ishlatiladi. Gapimizning tarjimasi kontrakt qo'l qo'yishga tayyor edi, lekin o'sha paytda klient fikridan qaytib qoldi, ya'ni kontraktni buzishga qaror qildi. Keyingi savolga qaraymiz. If Madina fill in the blank a bit sooner, she would have arrived on time. A. had been leaving, B. had left, C. left. Had left bu gapimizda to'g'ri javob bo'ladi. Bu gapimizda o'tgan zamonda biror bir ish qilinganda amalga oshishi mumkin bo'lgan narsa haqida gapiramiz. Lekin bu aslida u narsa amalga oshmaydi, sababi o'sha vaqtda shu narsa qilinmagan. Ya'ni hozirgi holatimizda misol uchun Madina voqeroq ketganida yetib borgan bo'lardi deb tarjima qilinadi, lekin o'sha paytda Madina voqelik ketmagan. Bunaqangi holatda biza third, ya'ni 3-conditionaldan foydalanishimiz to'g'ri bo'ladi. Yana bitta misolga qaraymiz. If they had invited me, I would have agreed to go. Agar ular meni taklif qilishganda, o'sha borishga rozi bo'lgan bo'lardim, lekin ular meni o'sha o'tgan zamonda taklif qilishmagan, shu sababli men rozi ham bo'la olmaganman. Tushunishinglar oson bo'lishi uchun yana bitta misol beraman. If I had listened to my mother, onamma gaplariga quloq solganimda, I would have become successful. Muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lardim. Keyingi savolga qaraymiz. He made a mistake at work, but instead of punishing him seriously, they just gave him fill in the blank. A. a pat on the back,
B. A slap on the wrist. C. A chip on the shoulder. To'g'ri javob slap on the wrist. A slap on the wrist bu ingliz tilida idioma, ya'ni ibora bo'lib, yengil jazo deb tarjima qilinadi. Endi tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun gapimizdagi misolli tarjimasiga qaraymiz. He made a mistake at work. U ishxonasida xato qildi. But instead of punishing him seriously, ya'ni uni jiddiy jazolash o'rniga, they just gave him a slap on the wrist. Unga shunchaki yengil jazo berishdi. Xo'p, bugungi ko'rib chiqadigan oxirgi savolimizga qaraymiz. The teacher said our answers should be fill in the blank than 300 words. A. No shorter. B. Not shorter. C. No more short. To'g'ri javob should be no shorter than 300 words. Ingliz tilida biz comparative adjectivelardan foydalanganimizda, ya'ni shorter, faster, bunaqangi holatlarda biz no dan foydalanamiz. Shunda gapimizga yana bitta qaraymiz. Teacher said our answers should be no shorter than 300 words. Ya'ni o'qituvchi bizga javoblarimiz 300 tadan kam so'zdan iborat bo'lishi kerak emasligini aytdi. Xo'p, advanced darajasi uchun mo'ljallangan savollarimiz ham oxiriga yetib keldi. Agar bu savollarni 6 va undan ko'prog'iga javob topa olgan bo'lsangiz, demak sizning daraja C1 darajasi bo'ladi. Agar 9 yoki 10 ta savolga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, tabriklayman, sizning daraja C2 ga tortadi. Agar sizni hozirgi ingliz tili darajasi sal pastroq chiqqan bo'lsa, buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Vaqt bilan va praktika bilan darajangiz albatta o'sib boradi. Bugungi videoda aytmoqchi bo'lgan savollarim, ya'ni sizga bermoqchi bo'lgan savollarim shular edi. Ular haqida qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Siz bilan keyingi videolarda xudo xolisa ko'rishamiz. See you later.